Hurmatli tadbirkorlar, biznes vakillari, muloqot ishtirokchilari, sizlar bilan ilm-fan, hunarmandchilik, savdo va tadbirkorlik markazlaridan biri bo'lgan Ko'hna Xorazmda uchrashib turganimizdan mamnunman. Sizlarni yurtimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlashga faol hissa qo'shayotgan 1 million 200 minglik biznes hamjamiyatini Tadbirkorlar kuni bilan chin dildan tabriklamoqchiman. Sizni rahbarligingizda shunday qo'llab-quvvatlashingizda biz ayol tadbirkorlar qo'rqmay ishlayapmiz hozir. Qo'rquv yo'q bo'lgan O'zbekistonda, shuni hech qachon unutmang. Faqat oldiga olg'a bo'lish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bunaqa erkinchilik hali berilmadi. Siz aytgandingiz, men tadbirkorlarning advokatiman deb. Men aytamanki, davlatimizda birinchi raqamli advokat bu sizsiz. Bu biznes yuristlarga, advokatlarga kuch beradi, duh beradi. Metallurgiya sohasi bu o'zi og'ir sanoat hisoblanadi, lekin siz bergan imtiyozlarni ko'rib, yengil sanoat deb o'zimga his qildim. Nima uchun men xalqning ovozini, tadbirkorning ovozini ko'proq eshitmoqchiman. Baribir muhokamada adolat bor. Mana shu 2 kunda ko'pchilik yosh tadbirkorlar bizga kelib, sizlarga havas qilamiz dedi. Aslida men yosh tadbirkorlarga havas qilaman. Shunday imkoniyat, shunday zamonda ish boshlashyapti. Biz 30 yilda erishgan narsaga bu imkoniyatlardan 3 yil, 5 yilda erishish payti keldi deb o'ylayman. Amir Temur aytganida, qudratimizga shubha qilganlar biz qurgan binolarga boqsin deb. Yangi O'zbekistonni ko'rmoqchi bo'lganlar Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy majmuasi va investitsiyalarga nazar solsin. O'zbek xalqi sizning qadringizga yetishi kerak. Albatta, bugun ham tarixiy kun bo'ldi. Uchrashuvimiz jonajon vatanimizda iqtisodiyotini barqarorlikni ta'minlashga zamin bo'ladi. Bu barqarorlikni kim ta'minlaydi deganda, men faqat sizlarga ishonaman. Oilaviy baxt tilayman, tinchlik tilayman, omonlik tilayman. Sog' omon bo'linglar.